Sumeri Kakki Baruto olamidagi eng nafis va beg'ubor personajlardan biri. U o'zining binafsharang sochlari, sokin nigohi, atrofdagilarga ulashadigan iliqligi bilan ajralib turadi. To'g'risi, uning bu nafisligi menga kimnidir juda eslatadi. Sumeri dastlab o'z his-tuyg'ularini yashirgan bo'lsa-da, qalbida cheksiz mehribonlik bor. U har doim yaqinlarini himoya qilishga, ularga g'amxo'rlik qilishga tayyor. Uning bu xislati xuddi ekran ortidan real hayotga ko'chgandek. Chunki haqiqiy hayotda ham xuddi shunday samimiy, har qanday vaziyatda ko'ngli yumshoq va borligi bilan odamni tinchlantiradigan bir qiz bor. Hozir ushbu videoni ko'rayotgan insonni nazarda tutyapman. Ko'pchilik Sumerini shunchaki nimjon qiz deb o'ylaydi, lekin u Nue ustidan nazoratni qo'lga olgan kuchli va nihoyatda aqlli qiz. Ilmiy tadqiqotlarda ham unga teng keladigani yo'q. Haqiqiy hayotda ham go'zallik va o'tkir aql bir insonda qanday jamlanishini ko'rib hayratda qolaman. Senda ham xuddi shunday sehr bor. Sumeri Kakki anime olamining eng chiroyli qahramonidir balki. Lekin u baribir mening real hayotimdagi Sumeriyim bilan tenglasha olmaydi. Chunki mening dunyoyimni faqat sen go'zallashtira olasan.